Mine oy. Salomat keldingmi Fukam? Keldim aka, yinin qahir keldim aka. Onda sapımı koyup yana siz ketdim. Aka islib qo'ydim. Sana bo'lgan muhabbetim o'zini namoyon qilib qoldi. Ya bu tushira qo'lingni. Kelakimni qalbimni siqib etding. Menga fikirli bo'ldi. Qara Fukam. Mavida uzunchash bir balansı var yine. Bir hesaptım şu oyunun fanonuz tek bu. Bu uyga qalayım adamlarni kirgizmaydi. Şuna men seni O'zbekning kelgan xarid aldayman. 300 ming puldan ketdi. Misha toshaq malaldi deyman. Mavo o'zi savdo qiziqadigan nima? Savdoga amroq. Shuni aytadi, men 3-4 kunda mishada seni xaridor deb o'ngshab ketamiz. Qolganni men o'zim o'ngshayman. Sen amalga chandolmay jiqqa qilmay sana bo'ldi. Qanda? Ha? Ma'lumchira. Shuni bilan bugun kechdagi musobaqa qayerga ketayotsa? Qaysi komanda tiksa demsa 15 kun yaq 10 tikib so'ngga tikib yanchiqlar chaqirib kelib qoldi. Men aytdim Safiyoxon chiqaman. Chiqib talablarim bor mening. O'zimningki shaxsiy. Talablarimni hamma deyman. Shu talablarimga Safiyoxonning ma'qul kelsa to'q tikaman. Bo'lmasa tikmayman. Qanday talablaring bor aka? Deb baqa. Yaxshi pul topadigan shu tang chiqmamdi. Safiyoxonga chiqib deyman men. O sizlarningki bili, manjid futurdi deganni olmayman. Bu faqatla futurdiganlar bir ilishga bu. Maftudu uni olmayman. Umi pul topib olmayki. Mening talabim 90 minutning ichida yomg'ir yog'amdi yog'mamdi. Yomg'ir yog'ib chaqmoq chaqmamdi. Ya tavirmamdi. Selo suv içemdi, içmemdi. Selo suv içip qaz, bir hamni içemdi, azra qo'qiyamdi. Selo içken soni Messi içemdi. Mandan narsalarga olsak, yana bir gap bo'lib qoldi. Moha bo'ldi-ki, juma aka, o'ylish baqsaq bo'ldigan ishga moha. Aka, moha qiltirib kimlar kirdimi? Tunigan to'p tikib o'tirayotgan bu yoq to'p qolmagan jamxonaga oldim. Yana egizdi boshqa kirdi. Valla bu yoqni tanishtirib etay. Bu yoq O'zbekistonlik tijoratchi Sardor aka. Qumdak pul bilan kelibdi, malag'li. Shu tushib o'tgan jarayonda biz mush mallarni ilishib bergach, bizning uyda turibdi san qanday? Aka, bu o'zbek deydi-ku, o'zbekchani sudek bo'ltonga parangish baqmamsa? O'zbekistonlik o'zbekdanmi bu qartoqsin. Shunda olib qoldi. Sardor aka bizning meminimiz oldi. Uzoq bo'libdiki o'zbeklardan paranglashmagan. Bir paranglish baqaya sat. İşte qilay bir. Ha, Sardor aka, yaxshimisiz? Qachon keldingiz bu yoqqa aka? Endi biz sizga qanaqa yordam qilsak bo'ladi? Nima olasiz? Sizga nima mol kerak? Endi chinib qoldik aka, endi chinib qoldik. Amal yo'q. Qopaqvash biladigan o'zbekcha gapingni davanmamsa. Ya Sardor aka, gapiring. Xijolat bo'lmang. Ya nim deyman. Biladigan o'zbekcha gapingni demamsa, chanmaydi. Bojalar. Nim deydi, mo bojalar deb chiriydi-ku. Sening o'zbekcha ko'yining ketib qolgan o'xshaydi-mi, qarib ko'z. Ya mening ko'yinim yaxshi, endi haqiqiy o'zbek o'z tushundim gapimni tutib yamarda to'qaya. Ya Sardor aka, men sizga ko'p gapiryapman, siz tinqayib turib bojalar deyapsiz-da. Tushunmayapsizmi aka? Xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, xijolat bo'lmang, hammamiz erkak betda. Qani bir o'zingizni bir tanishtiring bizga. Endi nim deyman aka? Nima desang-da? Ishqib gapni qamlashtiramsan, talat qilsa, qaqiniga o'zing tirish. Tamam. Qiltirib bu o'zbekning tog'dan bog'dan kamg'u bu. Sen qanday parangiz bunga o'zbek fuqamchasan?
Ha bu tegi O'zbekistonlik o'zi narati cho'ng'an bu. Lekin o'zbekchani taz yaxshi so'zlayolmaydi, ammo uyg'urcha so'ma u. O'zim chopdi-da degan yeri. Shundire. Gap qilay qartoksi. Xitoy o'taman yerda. Mashina qo'tlarda. Ya aka men chiroyli salmimni qilib kiray degan. Mava o'zbek bo'lsang uzun choch pulg'amroq deganda. Men bilmay bir rol kirib chiqolmay qoldim. Sen mana u kim burundan chiroyli gap qilaysan ekan-ku. Chiroyli salmonni qilib kirsang bizning dasturxon ochiq sana. Ben kapak başından kayını kırıp ben Özbek'te bizim çanmay bir yerde. Bakta hoş kepse. Bana yükürep bana muncular düşüp bir pakizlenip çık. Koltuğundan çıkan hararet hancanı götürüp bunam tıkıvatı da hazır. Yüzünü kürtüp bana muncular düşüp. Ya adaş menden xafa qolmagan sen. Çıkıp senin 10 yıllık paydan yok. Tuşak zinavan esken secmaş. Muşta deb men tashib etmaydigan sen. Ha nurg'u odamlar tamogining ziyonliligini uqdi. Tashladi otamda. Aroqning ziyonliligini uqdi. Tashib etdimi? Zinon bu. Tashlanmaydi.